Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun ajoyib mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan ana bera Tabla ko'cha aholisi, qo'ni qo'shnilar, aka-ukalar, farzandlar niyat etib mustaqillik 33 bayrami arafasida ko'chamizdagi yosh o'sib borayotgan farzandlarimizning bir ikkita sunnat to'ylarini qilishda mana bugun yig'ilishganmiz. Shaxsan o'z nomimdan, butun tabiblar ko'cha nomidan ana shu sizlarni mustaqilligimiz bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Xudo xolasa kelasi yil ham ana shunday o'tirish hammamizga muyassar qilsin. Baxtimizga sog'-omon bo'linglar. Shundoq ko'rishganimizda, quchoqlashib ko'rishganda insonlar bular aka-uka desinlar. Baxtimizga sog'-omon bo'linglar. Yuzdoshlarga kiring. Ana endi hozir eski Qalam mahallasi raisi Rozib Nabijonga so'zni beramiz. Nabijon keling aka. Bu chapak bo'lmadi, qara ko'chasiga chapak bo'lsin. Ofarin, boshlanishi yomon emas lekin. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mahalladoshlar, ko'chadoshlar. Mana bugun bu yerga asosan Tablar ko'chasini aholisi yig'ilgan. Shu fursatdan foydalanib imombo mana yig'ilish asosiy sababi mustaqilligimiz 33 yilligi bayrami. Mana shu bayram bilan hammani tabriklayman. Hammani xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu mustaqilligimizni 100 yilligini, 200 yilligini nishonlash hammaga nasib etsin. Mana oldingi may oyida qilgan tadbirimizdan mana bugun ancha faol, ko'proq mana yig'ilgan yoshlar, o'smirlar hammasi alohida yig'ilib o'tirishibdi. Buni asosiy sababchisi, tashkilotchisi o'zimizni shu ko'chamizni yosh tadbirkorlari, ishbilarmon yigitlari hammasi tashkil qilishgan. Shu fursatdan foydalanib bularga ham rahmat deyman. Bular faqat bir og'zi birlikni ham shu bilan birgalikda ikkita uchta o'zimiz yosh yigitlar sunnat tadbirini keyin yana ko'p o'zimizni maktabga boradigan bolalarga o'quv qurollari, kiyim-boshlar taqdim etishdi. Bularga o'z nomimdan, o'zimizning fuqarolar nomidan o'z minnatdorchilik bildiraman. Bu ishlar imombo davom etib boraversin. Og'zi birligi yaxshi, mana hamma yaxshi kayfiyat o'tiribdi. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Charchamang bu ishlar bo'yicha. Rahmat. Rahmat Rasbo, rahmat. Aziz do'stlar, haqiqatdan mana Rasbomiz aytgandek, mana bugun ko'chamizda yosh avlod o'sib borayotgan Rustam olib kecharay. Hozir ana Rasbo aytgandek maktab qurollarini topshiramiz. Ondan xayrlar bormi? Kim edi bu xayr? Narza Boltayevichning ikkita nevarasi. Narza Boltayevich. Qani jo'ram. Dilbar olib kel qizim meni. Kel bera jo'ra. Kel, meni yonimga kelib, chaqirsam kelib bacham. Bor ekansan-ku. Tasanga. Chapak. Bittasi akaga, qani. Sayfil Umidjon. Assalom farzandlaring rahmat. Rahmatlik Sanjarjonimning farzandi Sarvarbek. Sarvarjon kel bacham. Rahmat. Chapak Sanjar farzand. Ravshan. Qani sen?
bacham, ki. Dilbara bitta o'g'li, bittani nimasi bor. Buni ham nima qilamiz, yo'latamiz. Keyinmi? Shahlo o'g'li, Shahlo. Dilba qaydasan? Ki. Toyir o'g'li. Bitta qizi. Ke bacham. Sherka, qilich. Bo'lmasan, Sherka bitta qarsak bo'lsin. Bosh qolgan nasib bo'lsa, bir ikkita farzandlarimiz bor. Davraning o'rtasida Dilbara farzandim bor, o'g'il bolalar. Aylantiramiz, yo'latamiz, sunnat qilinganlar bor, qilinmaganlar bor. Ularning hammasini hisob-kitob olingan. Bundan keyin davraning o'rtasida ashula raqs bo'laveradi. Bu ishlarni tashkil qilaveramiz. Sizlarga kuch-quvvat, hammalaringizni yana bir bor tabriklayman bayramlar bilan. Omadingiz bersin. Vaqtimizda sog'lom bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'linglar. Indiki navbat so'zini ashulaga. Ochil jo'ra. Yopilma, ochil, boshla. Rahmat. Davroqliga to'g'ri o'zimiz ko'chamiz ahli insonlari barchalaringizni imom tog'amiz aytgandek ilohim og'zi birligimiz buzilmasin. Har doim shunaqa to'yda, ma'raka, bayramlarda shunaqa birga bo'lib yurish hammamizga, ko'chamizga nasib qilgan bo'lsin. Davramiz ochiq, qo'ldan kelgancha xizmat qilish bizlardan, maza qilib yeb ichish, o'ynash sizlardan. Marhamat. Ravshan qaydasan? Ana bacha tayyor keldi. Mana Chaqin bergan. Chaqinda kelmaysan ekan. Olib kel beni. Boshla. Siz o'zing qilarni vaqt to'xtab. Davay, aylantir. Yo'q. Ha, mana.
bola, şirin bola, şeker bola, şirin bola, şeker bola, toy bola, kaça bola, çok büyüyen toy bola, şirin bola, şeker bola, toy bola, kaça bola, çok büyüyen toy bola. Ana şu müstakilligimizin 33 yilligi. Tabiplar ko'chaning farzandlari sünnet to'ylari. Hammamizga muyassar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimizga uzoq umr bersin. Boburjon Kuchquvvat Bobur uka boshing to'ydan chiqmasin. Alloh barakatini bersin. Duopota qildirdim men. Qildirdim, keyin izidan bo'ladi. Izidan bo'ladi. Nima, nimani ham tashlab ketdinglar ustiga? Bu yoq, bu yoq, bu yoq. Shu yoq ochingda, ochingda. Yarim. Taraf o'tdinglar. Taraf o'tdinglar, bu taraf.
Yulduzimdek izlaganim, armonlardan bo'slaganim, kecha kunduz sizlaganim, siz o'shami, siz o'shami. Yulduzimdek izlaganim, armonlardan bo'slaganim, kecha kunduz sizlaganim, siz o'shami, siz o'shami. Olislardan topmaganim, ammo aslo qolmaganim, o'ylab tolmaganim, siz o'shami, siz o'shami. Peshonamga taqdir etgan yuragimni abgar etgan ota begim deyarkan, siz o'shami, siz o'shami. Peshonamga taqdir etgan yuragimni abgar etgan ota begim deyarkan, siz o'shami, siz o'shami. Düşlerimge kirib yurgan, yulduzlardek yonib turgan, meni o'ylab hayol surgan, siz o'shami, siz o'shami. Düşlerimge kirib yurgan, yulduzlardek yonib turgan, meni o'ylab hayol surgan, siz o'shami, siz o'shami. Qolmang deyman zavolimga, zavolingiz xayolimda, dilim tanidi savolimda, siz o'shami, siz o'shami. Peshonamga taqdir etgan yuragimni abgar etgan ota begim deyarkan, siz o'shami, siz o'shami. Peshonamga taqdir etgan yuragimni abgar etgan ota begim deyarkan,
ko'chamizni aziz insonlari, akalar, opalar, yangalar, tog'alar, ukalar, do'st birodarlar, hammalaringizni yana bir marta ko'rib turganimizdan barchamiz xursandmiz. Xudoga behisob shukr bu kunlarga yetkazganiga. Albatta bugun mana rais bobomiz, vakil akamiz aytib o'tganlaridek ajoyib kunlarda didorlashib turibmiz. Zero shoirning chiroyli misralari bor. Anglagovchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan yuraklarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar, didor shirin. Albatta mana shunday didorga yetkazganiga Allohga behisob shukrlar aytgan holda bugungi o'zimizni ajoyib tadbirimizni albatta mana shu davrada mujassam bo'lib turgan, hozir nozir bo'lib turgan aziz mezbonlardan, bu yerda mehmon yo'q, hammamiz mezbon. Mana shu davra qatnashchilaridan, ayollarimizdan, akalarimizdan, opalarimizdan tabrik so'zlarini birma-bir eshitib, keyin yana ham so'z, ham suhbat deganlardek davramizni davom ettiramiz degan niyatlarimiz bor. Biz mana shu niyatda davramiz to'riga opamiz, onaxonimiz, Oypar opamizni davramiz to'riga taklif qildik. Shunday ajoyib tilak istaklarni onaxonimizdan eshitib, so'ngra davramizni davom ettiramiz. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tabiblar kechasining ahil insonlari, otaxonlar, onaxonlar, tengdoshlar, singiljonlar, bizning izdoshlarimiz. Mana shunday yaxshi kunni, bayramni hammamiz uch ko'cha to'yinib nishonlayapmiz. Kelganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Bu ko'chaning nomini butun rayon tan olgan. Qo'ziyevlar, Boltayev, Davron akalar, Arashiblarning nomini tabiblar ko'chasi deganda diqqat bilan eshitadilar. Shunday ulug' insonlar nomini biz doim ulug'laylik. Bu ko'chamizga ko'z tegmasin. Ahil va inoq bo'laylik. Yaxshi yomon kunlarda opa-singil, aka-uka bo'laylik. Shu ko'chani bundan 20 yil burun 6 ta rayonning katta ko'chalarini birlashtirib, Ibn Naman Yulduzcha nomli bog'chasida bir tadbir o'tkazganda, masalan, imom aka boshliq bo'lganman. Birinchi 6 ta ko'cha hisobidan birinchiligini bizga qo'lga kiritganmiz. O'shandan buyon tabiblar ko'chasi deganda hamma tan beradi. Bizning inoqligimizga, do'stligimizga, ana bunday tadbirlarimizga ilohim ko'z tegmasin. Bizlar o'tib ketsak ham dunyodan qancha ulug' insonlarimiz o'tib ketdi. Bizning davomchilarimiz, mana hozir vakillarimiz yumalatgan bolalarimiz abadiy bizning nomimizda qolsin. Shunday ko'chamizga ko'z tegmasin. Bu yil ham shunday bayram kechalarida kim bo'lgan? Shu uchun ahilligimiz yo'qolmasin o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tilak istaklaringiz ajoyib. Mana shu davramizda bugun sunnat to'ylarini, nimalarni o'tkazgan farzandlarimizda hayotda mujassam bo'lsin deymiz. Zero farzand bu umrining ilk bahorida kelajagini o'ylab o'stirilgan gul. Umidli ko'ngillar